Assalomu alaykum. Mana mening qizim O'razaliyeva Aygerim shu intellektual progress maktabida o'qib, aqshamida ona tili va adabiyot fanidan A darajali sertifikatga ega bo'ldi. Bu sertifikatga ega bo'lishda albatta shu intellektual progress o'qituvchilari jamoasiga katta minnatdorchiligimni bildiraman. Mana intellektual progress o'quv markazining pedagoglar kollektivi, mana shu men Aytbayev Ramonbergen, Rejapovich nevaram Ramonbergen va Charasxonning shu maktabda 6 oydan beri o'qib, tayyorlanib, shu katta yutuqlarga erishib, mana A+ sertifikatiga erishdi. Bu muvaffaqiyatga erishishda mana shu o'qituvchilar kollektivi Rejapova, Guljamolning, Amit Temurning mana shu o'quv markazining rahbari hissalari juda katta. Ularga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu farzandlarimizni bir o'qimishli, dunyoqarashini o'z ichida o'z kuchlarini ayamasdan netayotganda ularga ishlariga, oilalariga baxt saodat tilayman. Mana shu maktab tashkil qilgan vaqtda quvondik. Mening o'rtog'im Amit Kamil shu Temurning dadasi. Sultanova Asalxon mamasiman. Progress maktabda 2 yildan beri o'qiydi. 4 oy deganda ona til adabiyotda sertifikat oldi. Guljamolga rahmat, Amit Temurga rahmat. Men Sabirova Sapar 11-sinf o'quvchisi Alimbayeva Dilrabaning onasiman. Qizim bu yil 11-klassdan boshlab intellektual progress maktabına o'qishga keldi. Ona tildan A+ darajasini oldi. Ta'lim bergan ustozlari Guljamol muallim, shu progressning direktori Amit Temurga ham rahmat. Men Allobergen Zahid Islombayeva Zarinaning papasiman. Mana progress o'quv markazini 7 oy, 8 oydan beri o'qiydi. Natijalari zo'r, ona tili bilan tarixdan sertifikat oldi. Guljamol va Amit Temur akaga rahmat. Men intellektual progress maktab o'quvchisi Husanbayeva Sevinchning onasi Alimova Nigora bo'laman. Bu intellektual progress o'qituvchilariga katta rahmat. Amit Temur akaga, Rajapova Guljamolga katta rahmat. Assalomu alaykum. Shu progress maktabining ustozlari. Mening farzandim Shukurlayeva Shabbona, onasi bo'laman. Ustozina Guljamolga ming rahmat aytaman. Shu qizim 4 oy mobaynida sertifikatga ega bo'ldi. Shu progress maktab jamoasi ustozlarına rahmat.